Assalomu alaykum aziz do'stlar, Kitob podkast 3-son. Bugun sizlar bilan birgalikda sal noan'anaviy kitobni ko'rib chiqamiz. Men uchun har holda, sababi men odatda badiiy kitoblarni o'qimayman. Men odatda amaliy kitoblarni o'qiyman. Misol uchun, biznes kitob, ilmiyot haqidagi kitob va hokazo. Lekin bugungi kitob, aynan bugungi kitob men adashmasam bir 6 marta o'qigan kitob. Kichkina emas, men ruschada o'qiganman. Qalinligi juda ham katta bo'lgan, 1100-1200 bet atrofida bo'lgan kitob, lekin shunga qaramasam men bu kitobni qayta o'qiganman. Badiiy kitob eng qizig'i. Kitobda ikkita har xil nomlanishi bor. Bugun men sizlarga bu kitobni ingliz tilidagini ko'rsataman. Va bu kitobni men Yaponiyadan olganman. Bekorga men bitta qilichlarni qo'yib qo'yganim yo'q. Sababi bu kitob Musashi. Kitob nima haqida va kim haqida? Bu ingliz tilidagi, menda uyda rus tilidagi bor, yirtilib, chirtilib, skotchlab tashlaganman, kitobdan hech narsa qolmagan, sababi o'qilaverib. Kitobda haqiqatan ham bo'lgan shaxs haqida yozilgan, 16-17 asrlarda Miyamoto Musashi ismli samuray yashagan. Va bu samuray 29 yoshigacha 60 ta jang o'tkazgan. Katanalarda, mana bunaqa samurayskiy qilichlarda. Katanani bilasizlar, janglar o'sha kinolarga o'xshamaydi, real hayotdagi janglar. Misol uchun, ikkita samuray katana ushlab bir-biriga yaqinlashganda yarim soat urushmaydi. Birinchi zarbagacha jang bo'ladi, ya'ni tam uzoq bir 20 sekund davom etadi. Misol uchun, mabodo siz raqibingiz qo'lingizga yo birorta barmog'ingizga ursa, barmoqsiz qolsangiz davom ettira olmaysiz katta ehtimol. Siz chop tashlashadi, bo'ldi, o'lasiz. Ya'ni o'lguncha janglar bo'lardi va juda ham tez tugardi. Va shunga qaramasdan Miyamoto Musashi 60 ta jang o'tkazgan va tabiiyki umrining oxirigacha shu 60 yoshgacha taxminan yashaganda va hamma jangini yutgan. Hamma jangi letalniy tugagan. Deyarli birorta raqibi tirik qolmagan. Endi u payt uchun bu narsa norma hisoblanadi. Hozir albatta bunaqa narsalar umuman to'g'ri kelmaydi. Zamonga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, kitob nima uchun menga ta'sir qilgan? Men yakka kurash bilan shug'ullanganman 2016-yilgacha, 99-yildan. Karate Kyokushinkai, rukopashniy bo'y kurashga chiqqanman 3 yil. Boksga chiqqanman bolalar bilan, o'sha meni kursdoshlarim boksyor bo'lgan. Taxminan bir 4 yildan sal ko'proq boksga chiqqanman qo'shimchasiga. Va hokazo, umumiy olib qaraydigan bo'lsak, taxminan 15-16 yil umrimni men sportga sarflaganman. Juda ham aktiv. Orada shu Rossiyaga borib kelganimda shug'ullanmaganman. Unda ham shug'ullanardim, erta turardim, meshok tepardim, boshqa narsa qilardim. Meshok ilib olganman o'zim o'shanda Rossiyada. Lekin bu kitobning ichidagi inson, ya'ni Miyamoto Musashi men uchun xarakteri etalon bo'lgan. Men doim mana shunaqa inson bo'lgim kelgan, mana shunaqa odamga o'xshagim kelgan. Men doim xohlardim, men ham shu Miyamoto Musashiga o'xshagan irodali bo'lishni men doim xohlardim. Men ham shu insonga o'xshab o'zimning yo'limni topishni, bu men uchun eng asosiy narsalardan biri bo'lgan. Bir paytlar shu darajada ediki, men dunyodagi eng kuchli jangchi bo'lganman kelgan. Ya'ni men вообще fanat bo'lganman janglarga. Va bu kitob o'sha fanatligimni juda ham uzoq muddat ushlab turgan deb to'g'ri aytsam bo'ladi. Bu motivatsiya bergan menga. Va bu xarakter menda haligacha qoldi. Misol uchun men mnemonikaga keldim, yana dunyodagi eng kuchli bo'lgim keladi. Dunyodagi eng kuchli. Mendagi inson bo'lishni xohlamasdim, men eng kuchli bo'lgim kelardi va shu narsa baribir ichimda qolib ketgan va har doim o'zim uchun men shu challenge'larni qo'yishga harakat qilaman. Kimdir paydo bo'lsa mendan yaxshiroq, meni yo'nalishimdan o'tib ketkim keladi. Kitobdagi asosiy g'oyalarni men sizlarga aytib beraman. Sizlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Ketdik. Birinchi g'oya bu mahoratga intilish. Miyamoto Musashi kitobda ham, hayotda ham bo'sh vaqtini har bir soniyasini mahoratini oshirish uchun mehnat qilgan. Ya'ni har bir soniya mahorat oshirish uchun sarflangan. Mahorat degan nima nazarda tutilyapti? Mahoratni cheki yo'q. Ya'ni ming zo'r bo'lsangiz, misol uchun qilichbozlikda eng zo'r bo'lsa, sizdan zo'ri ham chiqaveradi. Qanchalik kuchli bo'lmang, baribir qayerdadir dunyoda sizdan kuchli inson yurgan bo'ladi. Doim shunaqa. Jang san'atida ham mahorat yo'q, mahoratni cheki yo'q aniqrog'i. Qo'pol qilib aytganda, misol uchun mana boksni olaylik. Boksda nechta zarba bor? 3 ta zarba bor klassikada. To'rtta, 5 ta, uzoq 6 ta zarba topasiz. Misol uchun uppercut deylik mana. Uppercut pastdan urasiz, bokovoy yondan urasiz, primoy to'g'ridan urasiz, overhand qo'l ustidan zarba berasiz. Bo'lishi mumkin yana qanaqadir boshqa zarba, back fistlar endi boksda yo'q, lekin qo'l bilan beriladigan zarbalar soni 4 ta 5 ta uzoq. Eng qizig'i, men boksga chiqsam, hozir yangi boks bilan shug'ullanishni boshlasam ham, olimpiya chempion bo'lsam, bir xil zarbani uraveraman. Faqat shu zarbani qayta takrorlashga meni umrim ketadi. Ya'ni bitta zarbani bir donagina kelib turib raqibimni jag'iga to'g'ridan urish zarbasini, primoy zarbani men 10 yil
kirib siz 20 yil shug'ullanish mumkin. Mana shu mahorat. Mana mahoratim oshadi. Tushunibsizlarmi? Ya'ni men bitta harakatni ko'p qaytaraveraman, takrorlayveraman, charxlayveraman va bu mahoratni oshiradi. Bu yerda mana shu katana deydi. Endi bu haqiqiy katana emas, lekin haqiqiy Yaponiyaning katanalari, ya'ni mana qilichlari, samuraylarning qilichlari 10,000 marta 10,000 qavatdan iborat bo'ladi. Ya'ni uni urib yoyishadi, metalni bitta bukib, yana urib yoyishadi, yana bitta bukib, shuna qilib 10,000 marta yoyishadi, 10,000 marta bukishadi, 10,000 marta urib yoyishadi. Taxminan 6 oy ketadi bitta qilich tayyorlash uchun va bu mahorat. Ya'ni kitob ichida asosiy narsa, men shu darajada bu kitobga mukkasidan ketganmanki, menda hali ham shu narsa o'tiradi. Men mahorati bor insonni o'ta hurmat qilaman doim. O'ta kuchli futbolist, o'ta kuchli boksyor, juda kuchli eslab qoluvchi, o'ta kuchli shaxmatist. Любой bitta zonada qanaqadir mahorati bo'lsa, men bu narsani doim hurmat qilaman. Menga shunaqa inson o'zidan o'zi sirazi yoqadi. IELTSdan 9 olgan. Wow deyman, shu mahorat bu. Bu darajada bir narsa qilish qiyin. Ya'ni bu inson haqiqatan ham bitta narsa ustida juda ko'p ishlagan va juda ko'p takrorlagan. Amaliy xulosa nima? Takrorlash bu ilmning onasi, mahoratning onasi aniqroq takrorlash. Bitta narsani ko'p takrorlash, ko'p ustingizda ishlash orqali siz o'zingiz mahoratingizni oshirishingiz mumkin. Va yana shu mahorat ehtimol sizni boy qilib yuborishi ham mumkin. Ikkinchi g'oya bu kitobdan bu intizom. Miyamoto Musashining intizomi hayratlanarli darajada kuchli bo'lgan. Har holda kitobga ishonadigan bo'lsak, umuman olganda tarixga qaraydigan bo'lsangiz ham, mana Yaponiyaga men mayda borganman 2024. Masala nimada? Haqiqatan ham intizom va bardavomlik bu asos. Samuraylar shunaqa kun kechirishadi, har kun bir xil vaqtda turishadi, har kun bir xil vaqtda yotishadi, har kun bir xil vaqtda ish qilishadi, har kun bir xil vaqtda ovqat yeyishadi, har kun bir xil vaqtda mashg'ulotlar qilishadi. Tam o'zini shu qo'l jangi bor, ularning samuraylarning qo'l jangi bor va undan tashqari shu qilichbozlik bilan shug'ullanishadi. Samuraylar umumiy olganda mana anaqasini oladigan bo'lsangiz, urf-odatlarni doimiy bardavomlik. Yillar mobaynida 30 yil, 40 yil bitta narsani qilib yuraman. Menda shu bardavomlik juda ham kuchli bo'lgan bir paytlar. Men misol uchun mana ba'zilarga aytsam hayron qoladi. Men 12 yil to'xtamasdan har kun ertalab yugurganman. Bir kun qolmagan 12 yil. Prosta tushunishingiz uchun bir kun qolmagan. Gaymerid bo'lganman, qo'lim lat yegan, oyog'imda ustiga temir tushib ketib, tirnoq ko'chib ketgan ishxonada baribir ertasi kun chiqib yuguraman. Mana shunaqa prям lingnaqa bo'lganman. Nima deydi? Obsessive deydi bunaqa insonlarni. Ingliz tilida juda ham kuchli intizom egasi bo'lganman shu paytda. Hozirgi o'sha paytdagi intizom bilan hozirgi intizomni solishtirib bo'lmaydi, sababi hozirgi intizomim nisbatan ancha kuchsizroq, lekin hozirgi intizomim o'zi ham atrofimdagi juda ham ko'pchilik insonligidan karrasiga kuchli. Ya'ni odamlarda intizom haqiqatan ham juda ham katta muammo. Shuning uchun kitob sizga qanday qilib shu intizomli inson bo'lish mumkinligini andazasini zo'r ko'rsatib bergan. Bu odam haqiqatan ham o'ta kuchli intizomga ega bo'lgan. Misol uchun mana 1947-yilda Miyamoto Masato Oyama degan yapon bo'ladi. Boksdan Yaponiya chempioni bo'ladi, judoist bo'ladi, judoka deydi unaqalarni. Kurashchi bo'ladi. Va bu yangi stil o'ylab topish uchun tog'ga ketadi. Bu haqda даже kino ham olishgan, Shamol jangchisi degan. Tog'ga ketadi. Fudziyama tog'ida adashmasam, o'sha Miyamoto Musashi o'sha yerda yashab shug'ullangan tog'da chiqadi. U yerda 18 oy tog'da bitta yolg'izlikda yashaydi. Har kun shug'ullanadi, yuguradi tog'da va o'zida o'sha yolg'izlikda intizomni shakllantiradi. Mana shu intizomni shakllantirishingiz bu juda ham muhim narsa hayotda. Biznesda deysizmi, boshqa narsa deysizmi, amaliy maslahat bu g'oyadan, kitobning bu g'oyasidan intizom sizni muvaffaqiyatga olib keladi. Bu aniq. Intizom aniq muvaffaqiyatga olib keladi. Tushunishingiz kerak, ko'p narsani biznesda ham, hayotda ham, xoh IT o'rganing, xoh til o'rganing, siz bardavom yillar mobaynida bajarishga majbur bo'lasiz va bu narsa oqibatda sizga o'sha charxlangan qilichga o'xshab o'sha o'tkirlikni beradi. Qilichni o'sha bitta oddiy qilich qilish uchun ham 10,000 marta bukishga majbur bo'linyapti. Bu yerda ham taxminan shunaqa. Agar siz o'zingizda qanaqadir ko'nikma shakllantirmoqchi bo'lsangiz, til o'rganmoqchi bo'lsangiz, bitta narsani ko'p takrorlashga majbur bo'lasiz.
Uchinchi g'oya bu strategik fikrlash. Miyamoto Musashi nafaqat kuchli inson bo'lgan, balki kitobdagi ayrim jang sahnalarini sizlarga hozir yoritib beraman. U strategik fikrlashga juda ham moyil bo'lgan. Imperatorni oldiga borganda, esimda yo'q, daimyomi imperatormi qaysidir shu bitta kattaroq odam oldiga borganda, bu odam aytadiki, "Sen deydi kuching ko'p, lekin deydi oyog'i ham kuchi ko'p deydi. Sen hayvondan farqing yo'q deydi bu holat. Sen bunaqa baquvvat kuchli bo'lishingdan, lekin miya ishlamasa, sen faqatgina xavfli bo'lasan xolos." Haqiqatan ham hozirgi kunda men shu narsani kuzataman. Mana misol uchun trenerlarga ham ehtimol shu videoni ko'radigan bo'lsa, birorta murabbiy bolalarni tarbiyaga o'rgatishinglar kerak. Buqalarni tarbiyalab qo'yishyapti-da, ko'chada MMAchilar yuribdi, boshqalar yuribdi va o'zini kuchini qatga qo'yishni bilmaydi yoshlar. Oqibatda buni oqibati yomon bo'ladi. Bu yerda kitobda zo'r ko'rsatib bergan shu joyi 3 yil bitta xonada yashaydi Miyamoto Musashi. 3 yilga mana shu yerga qamalasan deydi. Qachonki deydi, mana shu yerda hamma kitoblarni o'qib chiqsang deydi. Shu yerda kichkina kutubxonasi bo'ladi. Kitoblarni o'qib chiqsang, keyin chiqasan deydi. Keyin sen bilan suhbat quramiz. Hozircha deydi, sen bilan suhbat qurmaymanmi, yo'qsa ket deydi. Va 3 yil quyosh ko'rmasdan o'sha yerda yashaydi. Endi ovqat olib kirib berishadi, boshqa qilishadi, lekin shu qasrni tepada bitta qismi bo'ladi. Shu yerda faqat ilmlarni o'rganadi, strategiyani o'rganadi, sunzini o'rganadi, boshqa narsani o'rganadi. Va bitta joyda Musashini bitta raqibi chaqirganda, qorda, qishda chaqirganda, u tepada bunaqa tepaliqdan keladi, oldiga turadi. Tam 1 metrlik mana shu stolga o'xshagan joy ustida turadi. Haligi raqib aytadi, "Pastga tush" deydi, "Qilich bilan urushamiz" deydi. Lekin Musashi undan 1 soat erta kelib, daraxtga chiqib qolgan bo'ladi kechqurun va qorda ko'radiki, pastga o'shalar turgan joyning tagiga bitta odam qilich ushlab o'tirib olgan bo'ladi. Ular ikkita kelishadi. Ya'ni bir-birimiz bilan ularga qilamiz, qilichda urushamiz deb kelishgan bo'ladi. Lekin ular Musashidan ertaroq kelib olaman, u kuchli raqib, sen pastga turib olasan, pastga tushish bilan oyog'ini chopib tashlaysan, keyin men o'ldiraman degan g'oya qilishadi. Miyamoto Musashi shunaqa strategiya qiladiki, ulardan ham ertaroq keladi, uzoqda tomdan kuzatib turadi. Daraxtdan tomga chiqadi, qarab turadi, keladi, pastda odam borligini biladi, o'shanga jim turadi. "Nima jim turibsan? Tush pastga, qo'rqyapsanmi?" deb provokatsiya qiladi, jim turaveradi. Keyin bitta sakrashda qilichini chiqaradi, pastdagini endi chiqib turgan joyida boshini kesib yuboradi. Bunaqasiga nargisini ikkinchi zarbada boshini o'rtasidan kesib yuboradi. Yomon ta'riflab bergan, даже misol uchun serialni ham zo'r ko'rsatib bergan narsa. Bitta sakraganda shu ikkita zamah qiladi-da, shu bilan ketdi. Bu strategiya insonni logikasiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Haqiqatan ham fight IQ degan narsa bor jangchilarda. Hayotda ham bu narsani ishlatasiz baribir. Fikrlashni bilmasangiz, siz hech qachon chempion bo'lmaysiz. Даже MMA da ham. Tuppa oddiy kuchli bo'lsangiz, maksimum 2-3 jang yutasiz, lekin chempion darajasiga, haqiqatan dunyodagi eng kuchli jangchi darajasiga chiqish uchun men bu juda ham zo'r ishlash kerak. Shuning uchun ko'proq o'zingizda strategik nuqtai nazardan ham ishlaysiz va bu kitobda bu narsani zo'r ko'rsatib bergan. Kitobning 4-g'oyasi shundan iboratki, har qanaqa inson senga ustoz bo'lishi mumkin. Miyamoto Musashi kitob jarayonida turli xil ustozlarni topadi, ruhiy ustozlarni topadi. Hattoki buni shunaqasi bo'ladiki, любой mahorat egasidan nimadir o'rgana olaman deydi. Kuchli powerlardan, choy damlovchilardan o'rganadi. Qanday qilib eng kuchli powerligi bo'lishi unga qiziq bo'ladi. Ya'ni u uni ham ustoz qiladi, buni ham ustoz, hatto u qilichboz. Ya'ni u qilich samuray, lekin jarayonda u turli xil odamlardan turli xil narsalarni o'rganadi va o'ziga oladi. Va bu ideya xususan mana zamonaviy nevrologiyada, zamonaviy neyrofiziologiyada zo'r ko'rsatib berilgan. Qo'shimcha ma'lumot, boshqa sohadagi ma'lumot siz sohangizda yordam beradi. Zo'r yordam beradi. Ya'ni siz shunaqa ideya kelishi mumkin, siz kutmagan joydan. Shunaqa ideya sizga yordam berishi mumkin. Siz umuman kutmaysiz bu ideya kelishini, bunaqa bo'lishini, lekin oqibatda shunaqa bo'ladiki, siz haqiqatan ham bitta yangi ideyani o'zingizga olasizda va o'sha ideya orqali umuman boshqa bo'lmagan bitta g'oya hayolingizga kelib, hayotingiz o'zgarib ketadi. Ko'p bo'ladi bunaqa. Misol uchun mana kimyoni nima qilaman, uni nima qilaman, buni nima qilaman deb, men sizga amaliy bitta zo'r tavsiya beraman. Mana shu kitobdagi holatdan kelib chiqib, ya'ni ko'p ustozlar haqiqatan ham bitta narsani tushuning, o'zingizning sohangizga 70% vaqtingizni sarflaysiz, qolgan 30% qolgan narsalarni o'rganishga sarflang. Misol uchun kosmos, biologiya, kimyo farqi yo'q. Nima qilaman kimyoni? Men kimyoga qiziqmasam yoki aytaylik, men kimyochi bo'lmasam deb o'ylashingiz mumkin, to'g'ri. Lekin ishonaveringlar, bu o'zini foydasini beradi. Yana bir marta buni ilmiy
ma'lumotlar ko'rsatib turibdi. Va kitobda bu narsa zo'r yoritib berilgan. Sababi bu o'zini mahoratini oshirish uchun jangdagi mahoratini rassomga ham boradi, choy damlovchiga ham boradi, unga ham boradi. Eng zo'rlaridan qanaqadir ideyani olib beraveradi va o'rganish uchun 4-g'oya bu обязательно o'zingizga ustoz toping va ustozlar ko'p bo'lishi mumkin. Ko'p odamlardan ko'p narsa o'rganing. Har bitta insondan nimadir o'rganishingiz mumkin. Musashi kitobining asosiy g'oyalari mana shu ekranda ko'rib turibsizlar. Bu kitobni mana Yaponiyaga borganimda ham men esladim, kirdim, обязательно qidirdim, originalda ham topdim. Men qiziq yapon tilida ham uyimda Musashi yotibdi. Bu meni ingliz tilim. Ingliz tilida ham bir marta o'qib ko'rdimda va kitobni men hozir o'qish boshlaganman. Hali o'qib bo'lmadim oxirigacha. Ingliz tilidagisini, aniqrog'i. Kitob qalingini ko'ryapsizlar. Takoy katta kitob. Va bitta narsani tushunishinglar kerak. Men yana o'qiyman, katta ehtimolman. Bitta zo'r tomoni bor aynan shu kitobni. Har safar o'qiganimda qanaqadir yangilik olaman o'zimcha. Mana shunaqa yozilgan. Shunaqa kitoblar bor. O'zi aslini olganda men sizlarga tavsiyam bitta kitobni 2 marta o'qigan yaxshi, ikkita kitobni bittadan o'qigan. Va undan tashqari agar bitta kitobni ikkinchi marta o'qigan kelmasa, bu kitob katta ehtimol bilan birinchi o'qishga ham arzimaydi. Shunaqa gaplar. Kitobda asosiy iqtibos men nazarimda Miyamoto Musashining o'zi aytadi. Jangchining yo'li deydi, faqatgina o'zini yaxshilash bilan bog'liq deydi. Ya'ni har kuni bugun kechagindan sal yaxshiroq bo'lishing kerak, ertaga bugungindan. Va katta ehtimol bilan oxir oqibat juda ham kuchli mahoratga erishasan. Sog' bo'ling, omon bo'ling, ko'proq kitob o'qing. Paka-paka.